Qadrdonlar, barchangizga xayrli kun. Ijtimoiy tarmoqlarimizga kelayotgan savollaringizga javob berishda davom etaman. Bugungi savolni Instagram kanalimizdan oldik. Hozir uni sizga o'qib eshittiraman. Erim meni yoqtirib olgan, lekin hech jam o'rnim yo'q. Erim yoqtirib olgan bo'lsa-da, meni qadrimga yetmaydi. Ba'zida afsuslanib ajrashaman deyman. To'g'ri, yomon yo'lda yurmaydi, lekin baribir mehr e'tibor ko'rsatmaydi, eshitmaydi meni degan savol yo'llabdilar. Gulshano ismli obunachim. Hurmatli tinglovchi, agar sizga ham ushbu savol tanish va dolzarb bo'lsa, sizdan bitta like, videoni tinglashda davom eting. Qachon biz turmush o'rtog'imizdan mehr va e'tibor olamiz? Qachonki oldin biz o'zimiz turmush o'rtog'imizga mehr va e'tibor bersak, bu dunyoni tarozusi haq va tarozu qachonki muvozanati buzilib qolsa, u muvozanatni tiklashga intiladi. Ya'ni agar biz turmush o'rtog'imizga e'tibor bersak, tarozu muvozanati buziladi va u ham bizga nimadir berib, o'zini pallasini ko'tarishga harakat qiladi. Demak, turmush o'rtog'imizdan mehr olishni xohlasak, avval biz unga mehr berar ekanmiz. Agar turmush o'rtog'imizdan e'tibor olishni xohlasak, avval biz unga e'tibor berar ekanmiz. Ana shunda tarozuning muvozanati buziladi va tarozu muvozanatni to'g'rilashga kirishadi. Ungacha tarozu jim turadigan bo'lsa, muvozanat saqlanadigan bo'lsa, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Biz ayollarning ko'pincha qiladigan xatoyimiz, bilasizmi nimada, xonimlar? Biz turmush o'rtog'imizga mehr e'tibor beryapmiz deb o'ylaymiz. Lekin kamdan kam ayollar turmush o'rtoqlarini muhabbat tillarini bilishadi va tushunishadi. Muhabbatning ham 5 ta tili bor va biz turmush o'rtog'imizga unga qiymatli narsani berganimizdagina u bizga qiymatli narsani beradi. Ayol kishi uchun qiymatli narsa mehr, muhabbat, e'tibordir. Lekin turmush o'rtog'iga unga qiymatli bo'lgan narsani bermasa ayol, turmush o'rtog'i ham u o'zi yaxshi, to'g'ri deb bilgan narsani ayoliga qiladi va ayol esa bu narsani to'g'ri deb bilmasligi mumkin. Masalan, erkak kishi ayolimni boqishim kerak va boqishim to'g'ri deb ayolini boqadi, lekin ayoliga uni boqish, qornini to'ydirishdan ham ko'ra ko'proq e'tibor muhimroq. Ayol kishi erini qornini boqishini olyapti, lekin e'tiborni olmayapti va shu bilan ayolga kerakli e'tiborni bermayotgan bo'lib chiqadi. Ko'pchilik erkaklar men xotin bola chaqamni boqishim kerak deb erta kech ishda, lekin ayollarga ikki og'iz shirin so'zni eshitish muhimroq ko'pincha. Erkaklar esa ikki og'iz shirin so'zni aytib nima qilaman? Undan ko'ra bularni qornini to'yg'izing, undan ko'ra bularga yaxshi bir sharoitlar qilib beray deb erta kech ishda yuradi va xotinidan erim bemehr, erim bizga e'tibor bermaydi, erim romantik emas degan bir ayblovlarga qolib ketadi. Xullas, agar biz turmush o'rtog'imizdan bizga qadr qiymatli narsaga ega bo'lishni xohlasak, biz turmush o'rtog'imizga unga qadr qiymatli bo'lgan narsani berishimiz kerak bo'ladi. Ko'pincha muhabbatning tilini bilmaydigan juftlar aynan mana shu yerda qoqilishadi. Masalan, biz har xil ayollik treninglariga boramiz va bizga aytishadi, eringni energiya bilan to'yintir, unga yasanib, tusanib uni kutib ol va u bilan gaplash, undan hol ahvol so'ra deyshadi. Tasavvur qiling, sizni turmush o'rtog'ingiz biznesmen. U har kuni yaxshi odamlar bilan uchrashib, yaxshi joylarda ovqatlanib keladi va u uyga kelganda tinchlikni kutadi. Lekin siz har xil jenskiy treninglarga bordingiz va u yerda sizga turmush o'rtog'ingizni 5-6 xil ovqat qilib, chiroyli kiyimlarda kutib oling va uni qornini to'ydiring, keyin istagingizni so'rang, keyin unga tilagingizni ayting deyshti. Turmush o'rtog'ingiz majlislardan, savishaniyalardan charchab keladi. Unga tinchlik kerak, unga hordiq kerak. Lekin siz nima qilasiz? Chiroyli kiyinib olib, yasan-tusan qilib, 5 ta ovqat bilan kutib olasiz. Dadasi, kuningiz qanday o'tdi? Yaxshi o'tdimi? Nima qildingiz? Kimlarni ko'rdingiz? Nima gaplar bo'ldi? Nima so'zlar bo'ldi? Qani, aytib bering menga, deb o'zingizcha unga bir hamroh bo'lishga harakat qilasiz. Va siz bu bilan turmush o'rtog'ingizga unga qiymatli bo'lmagan narsani beryapsiz. Ayni damda unga qiymatli narsa tinchlik. U ayni damda uning rafiqasining u bilan tinch o'tirishini kutadi yoki xohlaydi va mana shu narsa unga qiymatli narsa bo'lgan bo'lardi. Lekin biz
unga o'zimiz qiymatli deb o'ylagan narsani beramiz. Ya'ni biz o'ylaymiz, erkakka nima kerak? Qorni to'q bo'lsa bo'ldi-da. Demak, unga 5 ta ovqat qilamizda, ovqat bilan kutib olamiz. Turmush o'rtog'imiz ulfatlari bilan ovqatlanib kelyapti. U bizni qilib qo'ygan ovqatimizni yemaydi va biz xafa bo'lamiz. Men kunni bilan uni deb harakat qildim, taomlarni tayyorladim, kiyindim, yasandim, tusandim, vaqtimni ketkazdim. Erim bir og'iz rahmat demadi deymiz. Buni sababi biz turmush o'rtog'imizga unga qiymatli bo'lgan narsani bermasligimizda. Agar muhabbatning 5 tilini bilishni xohlasangiz, Telegram kanalimizda ushbu darslikni mutlaqo bepul qo'lga kiritishingiz mumkin. Telegram kanalimizning ссылкасini ushbu video tagida qoldirib ketaman. Hurmatli tinglovchi, agar videoni foydali deb topgan bo'lsangiz, uni kimga jo'natib qo'yishni bilasiz. Siz bilan men Dildora Jumanova, xalqaro toifali coach terapevt bo'ldim. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.